Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana kurkaxonani poli betga apilka solingan 15 cm qalinlikda 2 haftada bir aralashtirib qo'ymasa mana shunaqa holatga keladi-da. Ancha hidli bo'lib, teylari ho'l bo'lib qolishi mumkin. Hozir ko'rsataman qanaqa aralashtirilishini. Aralashtirish uchun albatta maska taqib olish kerak, chunki betda ancha chang bo'ladi-da, odamni allergiya qilishi mumkin. Mana shunaqa qilib aralashtiramiz. Apilkani qalinligi betda 15 cm. Apilkani yoyganimizga xudo xolisa mana 5 oy bo'ldi, mana yaxshi turibdi. Shuning uchun 2 haftada bir aralashtirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Apilka ham yaxshi chiriydi, hidlar ham ketadi. Kurkalar ham issiqqina yuradi shamollamasdan. Mana yaxshilab aralashtirib qo'ydik. Yaxshi turibdi, hali unaqa ho'l emas, quruq, tez aralashtirganimiz uchun o'sha mashti mikroklimat saqlanib turadi. Ammiak hidi bo'lib ketmaydi, quppa-quruq, kurkalarimiz ham issiqqina turadi. Mana bu turgan qo'noqni ancha o'zgartirib qo'ydik, sababi bir joyga axlat tushirsa preslanib ketadi. Mana kurkalar issiqqina polli uyga kirib olishdi. Hammasi mana baxtli hayot kechirib yuribdi. Hayotdan xursand. Sog' bo'linglar.